Doktor qachon kelar ekan? Men qayerdan bilay? Endi bilishim kerakmi, kimning navbati, kimdan keyin? Jo'ya o'chirat. Nima degani u? Tirik o'chirat degani. Ya, o'lik o'chirtdan bo'ladimi? Menga qarang. Ko'p gapiryapsiz. Bolam bezovta bo'lyapti. Jim o'tiring. Nima yo'q-ku, tinchlik. Menimcha 3 kunlik. Doktor, nima desam ekan? Sal uyalayapman-da. Tezroq gapiring, vaqtim yo'q. O'zi hozir keldingiz-ku? Qayerda hozir kelaman, tavba qildim. Kasallar bilan shug'ullanyaptim. Sekinroq gapiring, kamera bor. Menga qarang, men tengilarning 3 ta 4 tadan bolasi bor. Hatto bir xillarning nabirasi bor. Meni ham bolam yo'q. Menga ham bir narsa qilib bering. Unda eringiz bilan birga analiz topshirib keling. Men erim yo'q-ku. Hali qiz bolaman. Unda oldin erga deyib keling, xo'pmi? Er topsam bo'ldimi? Rahmat. Doktor kirsam bo'ladimi? Doktor qat degandiman. Nima qilishim kerak? Nimadir qilish kerakmi tekshiruv deganday? Rosa ko'p gapiribsiz, to'xtab turing, ishlayapman, ko'rmayapsizmi? Nima biz o'ynagan kelganmiz, telefonga olaman hozir. Voy, asabiylashmang, sizni haqiqat bo'lsangiz zarar qiladi-ya. Hozir ko'rib qo'yamiz. Nechinchi yilsiz, ayting? 2007. Voy, o'lmasam. Garshokdan turib boqing. Er sira verga tegib ketib qolibsiz-da. Nima? Ayo, hech nima. Ano, sizdan malcha olamiz. Ichkariga kiring. Qayerda olasiz uni? Burningizdan olamiz. Assalomu alaykum doktor. Yaxshimisiz? Mana er topdim. Uralib turganaqani o'chirtdi. Menga aylanasan desam, aylanaman dedi. Endi nima qilaylik? Voy, asalim, endi bilganlaringni qilinglar, xo'p? Faqat bu yerda emas, uylaringni qilinglar, xo'pmi? Qani bu yerdan turib qolib qolinglar-chi. Ha, bo'ldi. Uyda qilamiz ekan, ketdik. Mana yaxshi pomidorlar bor, ishing bo'lmasin. Ishingni qil. Pomidoring sot. Assalomu alaykum kene. Pomidorlarsiz qanchadan ekan? Ya, 5000, 6000. Necha kilo? 4000 bering. Ana. Qip qizil, qurtlamagan. Ha, chiroylicha qanday bo'ladi amoslar? Mana. Rahmat. Kelib qoling, olib qoling. Ey yigit keling, olib keting, qip-qizil o'zim yo'shqagan pomidorchalardan bor. Yigitni gulini qayerdan ko'ra qoldingiz, kanil ko'zmisiz deyman. Ayni qayerda guli bor ekan. Lofirganlarga emas, mana haqiqiy teshilmagan, urilmagan pomidorlarga kelinglar, o'zimni olib ketaveringlar. Urilgan, eri urgan xotinday tomir ko'karyapti ichidagi. Bekorlarni aytibdi. Mendan oling, tajribam bor. Xo'pmi? Kampirman deng. Sen nima meni kampir deysan? Между прочим, sendan yosh ko'rinaman. Tushundingmi? Jipira. Menga qarang, kampir dedi-da. Nima men pomidorlarim o'zimga tikizib gapiryapsiz? Meni erim urgan bo'lsa, sizga og'irligim kelyaptimi? O'chira ovozingni. Mana pomidorim. Tirikchilik ketsin. Nima qilyapsiz? Boshimdan o'tgan xatoyim. Yoshlik kam. Yosh bola bo'l. Mana senga. Savdo yo'q bo'lgancha men bilan urush qilyapsiz. Ko'p gapirmanga qaraysiz. Hey! O'ynama. Xo'pmi? Sen nima meni yaqinlar uribsan? Kichkina bo'ladi. O'zingchi. Hey, asabim o'ynamaga, xo'pmi? Yiqil meni oldimga. Qoch. Bor yo'q. Bundan ham bilmaysan, chinani bilmaysan. O'chiraman. Uyalmaysanlarmi, katta xotini? Uchalanga meni o'zimni olasan pomidorni. Hammang har xil maqtaysan-a? Madaniyatli bo'lish kerak. Uyat hamma xalq qarab o'tiribdi. Sen nima aql o'rgatasan? Nima tarbiyani bizga berib qo'yganmiz, sizni uyimizga borib. Pulimizga sotib oldik. Endi qanday sotishimizni bilmaymiz. Xo'pmi? Ha, shum kampir. Bab irganini berib yuboribdi-da. Keling, qozon yetganga o'xshaydi. Oyijon, bunchalar yaxshi. Birov o'laman desa, bular kulaman deydimi? Yo'q. Ay, jonim qaynanam. Ko'zlaringiz ochiq qolmasin. Endi o'g'illaringiz bizniki bo'ladi. Chalik olsin, ha? Suv beringlar. Suvni pulini onang to'laydi-da, ha? O'zi Afrikada suv yo'q. O'shiring suvda. Borib onangiznikida ishlating. Yo'q, oyijon. Suv narxi pul. Afrikada suvsizlik tag'in tejamasak bo'lmaydi. Hech bo'lmasa, kuchliroq go'shtli ovqat qilib beringlar. Nima? Go'shtli? Kuchli? Nima edi u? Ha, ketyapsiz? Go'shtga doktor kuchlar qo'ying degandi. Doktor baloni yebdi, xo'pmi? Kartoshka qovurib bering. Go'shtni onangiznikida yeysiz. Oyijon, endi go'shtlar qotdichi, u yoqda yeysiz. Kasal holingda shirin so'zga zor bo'lar ekansan odam. Nima? Kasal?
Ha? Oyijon, salmasam yo'q shekilli. Ozgina dam olsam maylimi? Bir umrga dam oling. Sizga ruxsat. Ey Sabartosh, yaxshimisan? Ana mahallada qiz bor devding. Menga kasal kelindi keragi yo'q. O'g'limga o'shani olib beraman, gaplashaver. Endi qaynatam bir umr kasal xotin bilan o'tadimi? O'tmasin dedi jon umringiz. Hali 10 kundan bir kun turmagan o'tami. Ochilmagan deyiladi o'sin. Ochilib to'kilib bo'lgan ma'noda gapiryapman, o'xsin. Ali xola, qarang sizni bir umrlik shahzodangizni topdim. Tez keling bo'ptimi? Xotinimi? Ha, xotini hozir o'ladi. Sen la'natingga chumchuqchisin. Tirik qolasizmi? Ona sher qaytdi. Hey kelinlar, tugullaring menikida qolib ketmasin. Ishla. Chaling-cha. Shu kampir aynimagandimsa qaynamasdi-ku. Tezkarmasmidi? Mehnatkasan. Ana qara. Poponing keldi, qara. Sen jinni uyaltirma, jinni. Bulbulim? Mehnatsevarim. Vaqt o'tib ketmadimi? Yo'q, to'ygacha o'zimni ehtiyot qilyapman. Qo'rnizam ochib qo'ygandir, ovqat olib keluvdim. Namuncha mehribonsan, bulbulim. Qaydam? Hammani ham qizchasi o'zi deganda. Uyaltirma, jinni. Bo'pti, poponi men mo'yka qilay. Kotletingdan mana. Yo'q, bu yerda men baxtliman. Men baxtliman. Men baxtliman. Pahlavonim, kiyimlaringizni yuvib bo'ldim. Yana bir şey ayting, yuvib beraman. Ko'ra, uylanishga zo'r qiz topgansan-da. Ko'z tegmasin. Ko'z tegmasin baxtimizga. Dadajon, oyijon yaxshilarmi? Yaxshi. To'ydan keyin o'zim yaxshilab qarayman. Evoh! Taqdirim buncha go'zal. Mehribon xotin, bu choy-poy damlamaysanmi? Uxlayapman men, yo'qol. Onam bilan dadamga qarayman deganding. Sani onangni ham, dadangni ham ko'zimga ko'rinma. Aldadı yarım, ölgünümçe sevemen deyip aldadı yarım. Shoxa. Shoxichka. Shohruh aka. Men chiroylimi yo asal chiroylimi? Shoh aka. Oh. Kızım, aşağı kızım geldi meni sakay kızım. To'xtang uni. Mani erim bor. Erim mani onasi o'tmagan deb olgan. Ay, xush kelibsiz ey Mamoxon. Yangi uylarga ko'nikib oldingizmi? Hech kim xafa qilmayaptimi sizga? Kim mani xafa qilaydi? Endi mani erim bor. Hoş kelibsan kızım, ajalim. Nima o'qitging kelyapti? Nima qilib berayapsan ajalim? Ay, Hozir erimdan so'ray. Qaynsingiljon, unimini qo'ying, taassurotlardan gapiring. Qanday ekan? Erim zo'r ekan. qizim. Eringni bilmadim-ku, lekin uyiga qilgan pardasi вообще zo'r ekan. Qaydan qilibdi? Shundan gapiring. Erimchi pardalar Italiyadan olganlar. Italiyadan olib kelganmi? Yo'q, Italiya magazini bor. Biz ham ko'raylikchi. Chota ko'p gapiraverdinglar. Yuringlar. Ona erimchi 3 etajli pardalar Italiyadan olgan. Ha? Yo'q, katta ekan-a? Yangicha bir Stefanechki Klassический deyilmasmidi? Yangicha bu yerda 15 yildan ortiq staji bor ekan, menga erim aytganlar. Yangicha bir Yevropoyskiy 2-etaj. O gaping to'g'rilab oldi. Erim aytganlar shunaqa deb. Oyijon, biz ham shundan qilaylik uyga pardani. Конечно, olsanglar bular Yevropa, Turkiya, Xitoydan olib keladi. Birinchi qo'l arzon. Bu Italiya do'konida matosi ham, tikishi ham o'zidan erim. Bilamiz, ering aytgan. Shuni o'zim aytay, mazza qilaman-da, erim aytganlar. Oy, tash chaqirayim, ketamizmi? Mani erim bu, erim olib ketadilar. Hey, erli to'kis. Hozir jonimga tegding lekin. Mana qarang, sizni eringiz yo'qda asabingiz buzuq. Mana qarang. Nima qilibdi senga? Chunki mani asablarim tinch, mani erim bor. Paketga solib beraymi, faqat pulli? Qancha ekan? 300 so'm. Men to'layman paket pulini. Mana 300 so'm. Paketingizga 300 so'm to'lov qildim.
Endi nomeringizni berasiz? Voy rahmat. Yoza oling unda. Nechi? 97 lik, 3 ta 0, 4 ta 0. Bemalol. Buyur bosar aka. O'lsa, o'l. 300 so'mga aldanding, ha? 5000 bersa nima qilayding? Narxing 300 so'mmi sani? O'rab tashar aka. Qizimni sinab berganingiz uchun rahmat sizga. Bergan pulimga roziman. Bu go'zalligim umrimning oxirigacha meni boqsa kerak. Bu go'zallikni ehtiyot qiling. Siz esa qizlardan ehtiyot bo'ling, shef. O'rab tashar. Ismi chiroyli ekan lekin. Mana, sizga qo'yni quyrug'idan bitta somsoq berdim. Endi nomeringizni berasiz? Voy rahmat. Yozing. 3 ta 1, 4 ta 2. Qalbim seniki. Urib tashar aka. Nahotki siz meni uddaladingiz. Nimani? Qalbimni egallab qo'ydingiz. Sizsiz dunyo qarong'iydi. Menga qara. Sen bilan ishimiz tugagan. Endi bor, meni bezovta qilma. Boring qol. Telefoningizga 750 so'm paynet qildim. Endi nomeringizni berasiz? Mayli, yozing. 3 ta 4, 4 ta 9. Hayolim o'g'illadi bitta ho'kiz. Urib tashar aka. O'sha kuni 300 so'm berganingizdan beri yuragim xasta. Siz qalbimni sveti o'chgan. Men nima qilay? Yoritib bering ichiga donak, aloq qo'shib bering. Bor, yo'qol, sen bilan ishimiz bitgan dedim. Haydang. Ustoz, qizlarni o'rash yo'lini bizga ham o'rgating. Sizlarning eng katta kamchiliginglar sochinglarga shakar choy surtib yurasizlar. Men esa Morfis'ni mana shu shampunlardan foydalanaman. Mana bu aminokeratin. Bunda sochimni yuvsam, mayin, silliq qilib qo'yadi. Sochimni yuvib bo'lgandan keyin fen quritishdan oldin bundan sepaman. Sochimni kuydirmaydi, rangini o'chirmaydi, o'zida shirin hidlar tarqatadi. Chigal, mana bunaqa taralmaydigan sochlarni ham shuni sepsanglar birpasda taraladi. Mana shundan ishlatinglar, ishoninglar, ishinglar beshik bo'lib ketadi. Ba'zida qo'rqib qolaman. Ishqilib mana shu chiroyim o'zimni boshimni yemasa bo'ldi deyman. Urib tashar aka. Qalin pulus qancha ayting? Qancha desa beraman, faqat meniki bo'ling iltimos. Manaqa kelsan, manaqa kel. Meniki bo'lasizmi? Ey, meniki bilaman. Daka, manaqa. Aka, mana qizingizni oling, jonimga tegib ketdi. Mana pulingiz, meni tinch qo'ysin bo'ldi. Aka, pulni olaman, qizni olmayman. Nimaga? Men o'zim bezor bo'lganimdan sizni gaplashganman. Bu shunaqa, sensa qo'yib yubormaydi. Kechiring meni, go'zal qiz. Yuragimni egalladingiz. Sevib qoldim sizdan. Ismingiz nima? Qulog'ingizga aytaman, yuring. O'lay. Buni yuragi ham prohodnoy dvor ekanda. Ha, choylarni ichib bo'ldinglarmi, kelinjonlar? Katta kelin. Siz endi bolalaringizga qarangda, hovlini supurib qo'ying, aylanay. Siz kichik kelin, tansiq taom qilib tushlikka 2 lis samsa ham qilib qo'ying, maylimi? Men sizlarga yordamlashib turaman. Xo'p. Voy, yangilik bormi deyman-a? Bo'pti. Hamma ishlarni o'zingiz qiling. Men sizga yordamlashib turaman qo'limdan kelgancha. Bo'ptimi? Bundan buyog'iga ovsiningizni asrashimiz kerak. Turing. Hay, kelinjon. Keling, men sizga qarashib boraman. Ovsiningizni asrashimiz kerak-da, aylanay. Keling. Oyjon, shu hovli tozalasam ko'nglim ayniyapti-da. Bu nima deganingiz? Tushunmayapsiz. Yangi mehmon keladi, yangilik bor. Voy o'rgilay, nimaga kecha birato'la ovsiningiz bilan aytib qo'ya qolmadingiz? Necha oylik bo'ldi? Yo'q, uncha katta emas. 1 kunlik bo'ldi. Hazillashmayapsizmi? Hamma hayli. Eson-omon qutulib oling. Keling, oyijon, o'zim qarashaveraman. Ay, yo'q. Charchaganim yo'q. Eson-omon qutulib olsanglar, shuni o'zi yetadi menga. Ha, demay, oz qoldi. Qo'lingizga topshiraman. Ay. Ay. Voy, kelinjon. O'zingiz bosing. O'tiring. Moy dog'layapsizmi? Uncha hidi sassiq. Sizlarga ovqat qilyapman. Yemayman bunaqa yog'li ovqatingizni. Moni yeysanmi, moni? Nima u? Moni bilmaysanmi? Jurlaring. Men moniylar. Dietbistroda 24 soatga 7 ishlaydi, xo'pmi? Menga muhimi sog'lom patron tug'ib beringlar. Buni kaloriyasi kam, yog'i umuman yo'q. Xohlasanglar, dastavka qildiringlar. Xohlasanglar 6 ta filiali bor. Xohlaganingizga borib yeyinglar. Xo'pmi, kelinjon? Muncha mazza. Voy kelinlar, bo'ldi endi Xurram sultonlik davringlar o'tdi. Chiq, ishlarni qil. Oyjon, menda yangilik bor. Menda ham.
Menda ham bor. Nima ekan sizda? Kim aytdi qirmishga kirgan tug'maydi deb? Voy biling, kech qolmish-ku. Ongina. Ey aya, ana norini zo'r qilib qo'yasiz-da. Nima deb tursan yetimchaga o'xshab? Oy, Men diyetaganman onajon. nima degani bu? Ozmoqchi ekan, parhez tutyapti. Mana bizlar o't pufaklarimizni oldirib tashlaganmiz. O'lganimiz yo'q. To'g'ri to'g'ri. Ma, ozgina qoldi, jib qo'y. Uyda ozginagina ekan-ku, yesa hech nima qilmas. Chinigul qizim mana tishlangan nonlarni yeb qo'ygin, xosiyat jomon bo'ladi. Ona bo'lingan non qolib ketsa uvol bo'ladi-a? Yuraymi? Bu Chinigul qizim, men ham diyeta tutsam bo'lar ekanda. Kesa to'yirmang, ertadan diyeta qilaman ona. Obedgacha?mi? Nima qilibdi? Onajon, semchga choq o'tiribsizlar-da, amansiz. Kelsen chaq. Diyetada-ku. Ayajon, nima ovqat qilasizlar bugunga? Manda? O, Rostan. Men yaxshi ko'rgan ovqatim-ku. Diyetadasan, mumkin emas senga ular. Ertaga aniq tutaman, javob onajon. Go'rimda ham tutolmaysan. Javob dedimmi sizga? Ertaga aniq semchka bilan tutaman. Salom. Muncha semiribsan, ozgincha diyeta tutib olgan. Diyeta qilyapman bitgacha. Nimaga obedgacha? Bizning uyda qariyalar bor, ular baquvvat yeydi. Men ularga qo'shilib yeb qo'yaman. O'zim qilishga erinaman-da. Voy to'poy, seni miyan ham yog'lanib ketibdi. Diyet bistro bor-ku, nimaga o'shani nazarga qilmaysan? Axir uni O'zbekistondagi eng mashhur diyet ovqatlari bo'lsa, undan tashqari 24 ga yetishadi. Hattoki Yandex va Uzum marketdan zakaz qiladigan bo'lsang, uyinggacha olib kelib berishadi. Ertada aniq diyeta qilaman. Menga qarang, dollar aka, qachon samchilarni jo'natasiz? Sovchi? Qanaqa sovchi? Men sen bilan shunchaki o'rtoqman-ku, xayolparast. Nima? Qanaqa o'rtoq? Yaxshi ko'rmaykaning, men o'z deding. Sen uchun qancha azob chekdim men. Ovqat deb obedgacha azoblandingmi? Meni ko'zimga vaqtga ko'raman, tushundingmi? O'rtoq.